Oshxonangiz dizaynida tosh berilgan. Lekin buni qanday realizatsiya qilishni bilmayapsizmi? Hozir sizga buning yechimini ko'rsataman. Hozirgi kunda ko'plab dizaynlarda aynan tosh bilan fasad berilish holatlari ko'p kuzatilyapti. Buning yechimi qanday? Bloom kompaniyasida aynan toshlar uchun maxsus ответный plankalar ishlab chiqarilgan. Bular toshga primoy qotiriladi. Bu ham podъемный mexanizmlarda, ham tortmalarimizda, hamda petlilarimizda ham ответный plankalar toshning o'ziga qotiriladi. Shunday qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning sayfamizga obuna bo'ling.